Xullas, assalomu alaykum hammaga. Bu video reels bo'lyapti, bu oddiy video bo'lyapti. Manatda bular videolar ko'p, bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta videomizda bor. Mayli kanalimizga shu bo'ladi. Xullas bolalar bo'lmasligi mumkin YouTube'da, chunki hozirga aytma mikrofonimni oldirib qo'yib olay. Chunki mana aytib beradigan bo'lsam, Wi-Fi'miz arasida o'chyapti. Chunki ko'p kun tashlamasligim mumkin, oldindan pulim yo'q. Unchalik ko'p emas, yetmasligi ham mumkin. Shuning uchun 1-2 hafta tashlamasligi mumkin. Bugun kechqurun 2dan keyin o'chadi, videoni qo'yib olyapman. Xafa bo'lmaysizlar, bugun bitta video qo'yilgan mana. Manda yana bir haftachilar bo'lmaydi. 1 hafta, 2 hafta aktiv tushirmaysizlar. Kutib turasizlar. Keyingi videolarni qo'yishga harakat qilaman. Chunki bugun 2 ta video oldim, CapCutga tashladim. CapCutda yo'qolib o'chib ketdi. CapCut'im ham o'chib ketibdi. CapCutda 2 ta video tashlab qo'ydim. Turdi shunday yuklayman deb qarasam, CapCut ham yo'q, videolarim ham yo'q-da, yuklash sahifasiga. Shunga aktiv tushirmaysizlar, mayli. Chunki men 3-iyul, 4-iyulga video yuklayman dedim-da. Mayli aktiv tushirmaysizlar bolalar. Ko'rishguncha yana aktiv tushirmaymiz. Kutib turasiz, hech qachon YouTube'dan, ya'ni Roblox'dan hech qachon ketib qolmayman. Hech qachon Roblox'da YouTube'da videolardan ketib qolmayman, hech qachon qo'rqmanglar. Yana bu ketib qoldi YouTube'dan deb qo'rqmanglar. Yana faqat Wi-Fi'ni yondirib olsam, pulni yana ozgina yig'ib yondirib olsam, bo'ldi, qaytaman. Aktiv tushirmaymiz. Bolalar hamma